Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda prava so'ralmaydigan skuterlarimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bundan oldin bir yangilikni aytib o'tamiz. Ko'pchilik mijozlarimiz bizga telefon qilib, "Uka, prava 3 oygacha atmay bo'ldimi?" degan savolni qo'yishyapti. Biz bunga oydinlik kiritish maqsadida Andijon Obilgayi axborot bo'limi boshlig'iga ushbu savolni bergan edik. Uning javobi esa mana bunday bo'ldi. Yo'q, unaqa narsa atmayin bo'lmadi. 1-iyungacha aka ogohlantirib turibmiz aka. Jarima qo'llamayapmiz moped skuterchilarni. Shu tezroq ro'yxatga qo'ysin, prava olsin deb. 1-iyungacha aka imtiyoz bu. Tezroq olsin, hujjatini qilsin degan maqsadda. Mana o'zinglar eshitib guvohi bo'lganinglardek, prava 1-iyungacha atmay bo'lgani yo'q. Bu imtiyoz tariqasida berilgan, ya'ni prava olmaganlar olsin degan ma'noda erkinlik yaratib berilgan. Agar meni prava olishga imkoniyatim yo'q deydigan yaqinlaringiz bo'lsa, mana bunday skuterlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishimiz mumkin. JK modelni yangilangan varianti dugalik. Mana juda ham chiroyli dizaynga ega. Balonlari 16 balon, sakadiskalik jitkis tormoz bilan jihozlangan. Mana bu tarafdan jitkislarini ko'rsatib qo'yasiz. Mana 16 balon jitkis tormozli qo'sh farali model. Oldida o'zgarishlari bilan kelgan mana bunday oynachalari bor akalar. Endi buni eng qulayli qiziq joyi tezligini ko'rsataylik-da. Xo'p, skuterni yoqamiz. Birinchi o'rinda ana bismillah. Mana yoqqanimizda parkovka rejim bo'ladi. Xohlasanglar chap tomon tormoz bilan yoki parkovkadan chiqarib 3-skorsga olamiz va tezligini ko'ramiz. Mana akalar. Tezligi 25 ko'rsatkichdan oshmaydi akalar. Xuddi shunday holatda. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorni ham ko'rsatib qo'yamiz. Motorlari 250 vatt motor bilan jihozlangan. Ko'rinadimi? Mana. Motorlari mana bu yerda ham yozilgan bo'ladi. 250 vatt, 60 amper. Mana akalar. Bu degani, xo'p, prava so'ralish tartib qoidasi shundayki, agar skuterni parametri motor quvvati 250 vattdan oshmasa, tezligi 25 tezlikdan oshmasa, unga hech qanday nomer prava so'ralmaydi deyilgan. Bu skuterlarimiz esa xuddi shunday talabga javob beradi. Agar tezligi oshsa ham so'raladi, agar motor quvvati yuqori bo'lgan taqdirda ham prava nomer talab qilinadi akalar. Bu skuterimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Mana duga bilan jihozlangan. Yana bir qulaylik qiziq jihati NFC kartalarigacha bor. Mana skuter o'chgan holatida kartani ekranga bitta ursak avtomatik yonadi va ekranga bitta ursak avtomatik tarzda o'chadi akalar. Endi komplektida ikkita NFC kartasi, ikkita orqa tumba uchun kalit bo'ladi, ikkita mejigar mana bu yoqda va ikkita yurg'azib o'chirish uchun kaliti, ikkitasi esa egar uchun mo'ljallangan kalit hisoblanadi. Bunday mejigar kalitlar hattoki JMda ham bo'lmasa kerak akalar. Xo'p, ana endi akalar aytib o'tdik, 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. 20 ga 12 likdan 5 ta joylashtirilgan. Bitta zaryadida 45-55 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Endi sizlarga o'tirib ham ko'rsatib beraman. Mana chiqqan paytingizda juda qulay bo'ladi. Ya'ni bu yerga oyoq qo'yib ketsangiz ham bo'ladi va bu yerga oyoq qo'yib ketsangiz ham ancha qulay bo'ladi. Ya'ni boshqarish uchun. Mana bunday dugalar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Buni oldi tarafi jitkis tormozli, orqa tarafi tros tormoz bilan jihozlangan. Farq qismlariga keladigan bo'lsak, skuterni yoqqan paytimizda mana bunday chiroqlari bor, mana qorong'u paytda chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi va mana bunday danniy bilishni faralarini yoqib o'zgartirsangiz bo'ladi. Har xil holatga solsangiz bo'ladi akalar. Skorisi 3 tadan iborat. Endi pavorotlari mana bunday holatda. Orqa taraflari ham yonadi va oldi taraflari ham yonadi pavorotlari. Ovozlari juda baland, signallari esa mana bunday ovoz chiqaradi akalar. Ko'rinishi nima deyapti? O'zingizlar bir kommentariyada baho berib ketasizlar. Bu skuterimizni eski vipiskalarini aksiyada $400 baholab sotgan edik. Bular yangilangan variantda prava so'ralmaydigan skuterlarimizni aksiya bahosida $380 qilib beramiz. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Komplektida bokovoy zaryadchigi bo'ladi akalar. Bonusida bu yerda kaska hamda jiletlari ham bor akalar. JK yangilangan variantimiz. Endi meni pulim ozroq deganlar uchun xuddi shunday prava so'ralmaydigan
cho'ntak modellarimiz ham bor. Bular 4 ta akkumulyatorlik, 14 ballonlik bo'ladi. Bitta zaryadida 30-35 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. E'tibor beramiz, orqa qismlari tumbalar bilan jihozlangan, ikkita odam bemalol haydab ketsa bo'ladi. Endi buni ham qiziq joyi, tezligini bitta ko'rsatib qo'yamiz, mana yoqib qo'yibmiz. 3-ko'rishga qo'ygan holatda bor tezligini bosamizda va mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, tezligi 25 dan oshgani yo'q akalar. Mana 3-ko'rishda turibdi. Xuddi shunday holatda. Endi motorini ham ko'rsatadigan bo'lsak, motor quvvati mana bu yerdan ko'rinyaptimi? 250 vatt. O'zi motorga yozilgan joyini ko'rsatamiz mana. 48 va 250 vatt motor bilan jihozlangan akalar. Bu degani bu skuterimizga ham hech qanday nomer, prava, texpasport so'ralmaydi. Olib xotirjam haydab yursangiz bo'ladi akalar. Endi xohlovchilarga xuddi shunday ranglardan bor va qora rang, boshqa rang xohlovchilar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa boshqa turdagi ranglardan ham topib berish imkoniyatimiz bor. Buni komplektida telefon qo'yish uchun postavkalari bor, ya'ni zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. Endi xo'p, qaranglar, 3 ta skorsdan iborat. Signallari ham ancha baland. Bu yerda pavorotlari, mana bu yerda pavorotlari suqilmagan. Xuddi shunday holatda. Chiroqlari mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana. Xo'p, buni ham komplektida bokovoy zaryadchigi bo'ladi. Mana bu tumbalarini ochadigan bo'lsak, kaska jileta bonusga qo'shib beriladi. Xo'p, buni narxi o'zi o'tgan yilgi sezon mahalida $280 dan sotilgan. Hozir prava talab qilinmaydigan bu skuterimizning narxi $270 qilib beramiz. Endi yo'q, meni pravam bor, menga kuchliroq variantidan qilib bering deganlar bo'lsa, xuddi shu variantimizni mana cho'ntak model bor. 4 ta akkumulyatorlik, 14 ballon bo'ladi. Tezligi 40-45 ga chiqadi. Motori 250 vatt motor bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Komplektatsiyasi xuddi shunday, telefon qo'yib zaryad qilsangiz bo'ladi. Buni farqi orqasida bagaji bo'lmaydi. Buni aksiyadagi bahosi $250 ga qilib beramiz akalar. Bitta zaryadida 30-35 kilometr masofani bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Bu cho'ntak skuterimiz hisoblanadi. Navbatdagi menga kattarog'idan, uzoq masofaga yuradiganidan kerak deganlar bo'lsa, cho'ntak modelimizni 5 ta akkumulyatorli varianti, bitta zaryadida 45-55 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ranglari ham neobichniy, juda chiroyli holatda, seriy rangi bo'ladi. Orqasida mana bunday tumbachalari bo'ladi. Ikkita odam o'tirib bemalol haydab ketsangiz bo'ladi. Komplektida bokovoy zaryadchiklari bor, kaska jiletlari bonusga qo'shib beriladi. Buni ham xuddi shunday telefon qo'yib zaryad qilish uchun postavkalarigacha bor ekanlar. Tezligi esa 40-45 tezlikka chiqadi. Ballon razmeri 16 ballon, saka diskali hisoblanadi. Xo'p, bularimizni aksiya narxida $350 dan qilib beramiz akalar. Buni paytida $380 dan sotganmiz, juda ko'pchilik biladi. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi menga minishga qulay bo'lsin, juda yumshoq, ixcham variant bo'lsin deganlar uchun yangilik tank modellarimiz chiroqlari LED chiroqlar bilan jihozlangan bo'ladi. 14 ballon bo'ladi akalar, 5 ta akkumulyatorlik. Bitta zaryadida xudo xohlasa bu ham 40-50-55 kilometr masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Motorlari 250 vatt motor bilan jihozlangan. Tezligi 40-45-50 tezlikkacha ko'tarila oladi. Old tarafi jidkis tormoz bilan, orqa tarafi esa tros tormoz bilan jihozlangan. Hamma komplektatsiyasi bo'ladi. Akalar, buni paytida $380 sotilgan, hozir esa $350 dan chiqarib beramiz. Mana amortizatorlari ham juda yumshoq ishlangan variant bo'ladi. Xuddi shunday holat. Endi menga kattarog'i bo'lsin, lekin parametri xuddi shunday bo'lsin deganlar uchun mana tank modelimizni akasi hisoblanadi. 16 ballon, saka diskali bo'ladi. Xo'p, akkumulyatorlari 5 talik akkumulyator bo'ladi. Bitta zaryadida 45-55 kilometr masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Tablolari ham ajoyib tablo. Telefon qo'yib zaryad qilish uchun postavkalarigacha bor akalar. Xo'p, endi buni tezligi 40-45 tezlikka chiqa oladi. Barcha skuterlarimizda ikkitadan kalit hamda ikkitadan qo'shimcha mejigarlari bo'ladi akalar. Masofasini aytib o'tdik. Motorlari 250 vatt motor bilan jihozlangan. Hozir aksiyadagi bahosi $380 ga chiqadi. Oz-moz o'tib beradigan joyi bor akalar. Juda ham yumshoq, minishga qulay variantlarimizdan.
bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana endi JK ishqibozlari bo'lsa 16 ballon, 8 diskalik. Bu variantimiz 5 ta akkumulyatorlik, bitta zaryadida bu ham 45-55 kilometr masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Motor quvvatlari 250 watt motor bilan jihozlangan, tezligi 40-45-50 tezlikkacha bemalol ko'tarila oladi akalar. Xo'p, signal, поворот, hamma yo'g'i komplektlari ishlaydi. Zaryadchi bakovoylari bor. Bonusida kaska jiletlar qo'shib beriladi akalar. Buni aksiya bahosida $370 chiqarib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana endi menga yengil bo'lsin, pedalidan haydashga ham qulay bo'lsin deganlar uchun mana bunday germanskiy veliklarga o'xshagan variantlarimiz kelgan. Bu 28 ballon bo'ladi akalar. Mana juda qulay, ixcham holatda. Ko'tarib ko'rsangiz ham yengil mana. Bittadan bemalol ko'tarib, ariq va yamalarda bemalol ko'tarib olib o'tsangiz bo'ladi mana akalar. Xo'p, parametrlari aytib o'tdik. 28 ballon bo'ladi. Akkumulyatorlari mana bunday bagaj qismida joylashgan. Akkumulyator parametri 36 lik bo'ladi. Bitta zaryadida 30-40 holatga qarab 50 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi akalar. Mana tablolari ham neobichniy, juda ixcham holatda bo'ladi. Signal, поворот hamma komplektlari bor. Mana yoqib ham ko'rsatib beramiz. Tablosini ko'rsatib qo'yasiz. Qaranglar, bosib tursanglar signal. Endi buni bosib tursanglar farasi yonadi. Mana yondimi? Bosib tursanglar farasi ham o'chadi akalar. Tabloda zaryadchiga tezliklari, pavorotlarini ko'rsatib turadi. Endi gazlari chap qo'lda joylashgan. Mana sizlarga hozir gazlarini ham ko'rsatib beramiz. Chap qo'l tugmani bossanglar mana. Xuddi shunday holatda. Tormozlari qo'lda joylashgan bo'ladi. Tezliklari mana shu holatda qo'lda aylantirsak 29-30 tezlikka chiqadi, lekin odam bilan haydalganda 25 tezlikka ko'tarila oladi akalar. Skoroslari mana bu yerda joylashgan. Qo'ldan bemalol o'zgartirib foydalansangiz bo'ladi. 3 ta skorosdan iborat bo'ladi. Buni narxini 4,5 milliondan sotilayotgan edi. Hozir aksiyadagi bahosi 4 million 400 ming so'm. Yana ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Motor quvvatlari 250 watt motor bilan jihozlangan. Ana endi ko'pchilikka qiziq bo'lgan variantlarimizdan mana ko'pchilik olib xarid qilishga ulgurgan. Bu modelimiz 20 ballon 8 diskali bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik 250 watt motor bilan jihozlangan. Tezliklari 40-45 tezlikkacha bemalol ko'tarila oladi. Endi o'zini komplektlarida telefon qo'yish uchun pastavkalari bor. Поворот, signal, hamma jihozlar ishlaydi mana. Aytib yurmaysizlar, video cho'zilmasligi uchun kamroq ma'lumot beryapman. Akkumulyatori 20 ga 12 likdan 5 ta, bitta zaryadida 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Komplektida bokovoy zaryadchigi bo'ladi. Bonusida kaskasi hamda yomg'irdan himoya qiluvchi jiletlari bo'ladi akalar. Buni o'tgan yilgi sezonda 5 million 200 ming, 5 milliondan sotilgan bo'lsa, bu yil skidkada 4 million 800 ming so'mdan chiqarib beramiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, agar kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, ozmoz skidkasi ham bor. O'zbekiston bo'yicha buni ham chiqarib beramiz. Orqasida mana bunday sandiqchalari ham bor akalar. Akalar, bundan tashqari sklatimizda skuterlarning barcha turlaridan bor. Do'konimiz ozgina joyi torligini hisobiga assortimentga olib chiqib qo'yganmiz. Xohlovchilarga 3 oyoqlik variantlari, tomi yopiq variantlarigacha bor. Qanaqangi turdagi skuterlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Eslatib o'tamiz, dastavkalarimiz pullik bo'ladi akalar. Manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsak, Andijon viloyati Shahrixon shahri. Mana bu tarafda Kalsovoy joylashgan bo'ladi. Kalsovoydan to'g'ri kelganinglarda svetofor bor, ya'ni bozor tarafga kelganinglarda. Stadion yonida svetofor joylashgan. Svetofordan bozor tarafga yurganinglarda mana Angel muzqaymoqlar joylashgan. O'shani ro'parasida bizda skuterlar do'konimiz joylashgan. Agar o'zim kelib olaman deganlar bo'lsa, bemalol kelib, minib, sinab ko'rib, xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, e'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Pravam bor, tezlikni yaxshi ko'raman deganlar uchun bu variantlarni tavsiya qilamiz. Meni prava olishga imkoniyatim yo'q, menga tezlik shart emas deganlar uchun bu variantlarimizni tavsiya qilamiz akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Videoni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib ketishni unutmanglar. Agarda pravasi yo'q tanishinglar bo'lsa, ushbu videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.